Boshladim. Birinchi gruppa ochdim. Barchasini test qilib ko'rish uchun o'zimni dasturim va Jack dasturini test qilib ko'rish uchun birinchi Jack dasturini test qilib ko'ramiz. Mana adminlikni berganman. Bu meni dasturim, u ham admin, lekin hali buni ishga tushirganim yo'q. Shunchaki turibdi hozircha, lekin ishga tushirganim yo'q. Bu esa o'zi avtomatik menimcha bemalol vazifasini bajaradi. Xo'p, birinchi bu yerda bor edi. APK virus tashlab ko'raman. Qaysi edi? Test xavfsizlik. Mana bu joyga tashlab ko'ryapman. Srazu o'chirdi. Yaxshi ishlayapti. Endi dastur orqali tashlab ko'raman. Buni chekkaroqqa olib turay. Mana bu dastur orqali hozir tashlab ko'ramiz. Fayl yuborish. Test gruppani linkini so'rayapti. Test kiber chitak. Bo'ldi. Endi APK faylni yo'lini so'rayapti. Menda lokalnida ham turibdi, o'shani yo'lini olib olaman. Mana shu joyda turgandi mana. Slashdan keyin qo'yib, endi bemalol linkni bir marta olib olsam bo'ldi. Xo'p, bu yoqqa tashlayman. Yuborish. Mana bu yerda muvaffaqiyatli yuborildi deydi, agar bu joyga chiqsa. Ozgina qotadi, chunki ham megabayt ham bor, ham kompyuterim ham ozgina bir vaqtda o'zida 2-3 ta katta dasturlar ishlayapti, shuni evaziga. Tashladi mana, lekin bu hali o'chira olgani yo'q buni. Jack Killer mana bu admin emas, oddiy dastur sifatida kirgan, lekin buni o'chira olmayapti. Jack admin. Shuni o'zini forward qilib yana tashlayman user sifatida. Mana menikini o'chiryapti, lekin bu qolyapti. Endi buni o'chirib tashlaymanda Jackni adminlikdan olib turaman vaqtinchalikka. Ikkalasi chalkash bo'lib qolmasligi uchun. O'zimni dasturimni ishlatib ko'raman. Yaxshi, shu kuzatuv boshlandi. Meniki ham ishga tushdi. Endi birinchi oddiy user sifatida tashlab ko'raman. O'chirdi, meniki ham ishlayapti. Keyingisi dastur sifatida, endi dastur nomidan tashlab ko'raman boyagi Jackga tashlaganimdek. Nimada? Kiber chitak. Bo'ldi, shu ekan. Boya APK virusni lokalni linkini kopirovat qilgandik, hali turibdi, o'shani qo'yib oldim. Mana jo'natyapti. Muvaffaqiyatli yuborildi degandan keyin mana bu joyga tushadi. E'tibor beramiz, 722 da oxirgi xabar o'chirilgan. 723 da hozir muvaffaqiyatli yuborildi, srazu o'chirilyapti. 722 boyaga o'chirgan, 723 mana dastur orqali tashlaganimni hozir o'chirdi. Umuman xatosiz
hattoki dasturlar tashigan narsani ham silliq o'chiryapti. Endi jackni ham admin qilib qo'yamiz. Ikkalasini ham birdan sinab ko'ramiz. Mana bu ham admin, meniki ham admin. Bu ham admin, meniki ham admin. Oddiy user sifatida tashlab ko'raman. Meniki o'chiryapti. Jack ham admin turibdi, meniki ham admin turibdi. Yana bir marta tashlab ko'raman, keyin linklarga o'tamiz. Yana birinchi meniki o'chirdi. Endi linklarga o'tamiz. Linklar aytaylik payme.uz yoki yana qanaqa kun.uz bor, click.uz bor yoki click.com de. Bular zararsiz hisoblanadi. Endi zararli qanday ajratib olamiz linklarni? Ularda vazifa bajaruvchi linklar bo'ladi. Vazifalarni boyagi slaydda ham aytib o'tganman yoki yana ham chuqurroq doc formatda ham tashlab berishim mumkin. Aynan qanday sortirovka qilganimni. Aytaylik payme.uz verifikatsiya orqali verifikatsiya qiladigan linklarni bitta sinab ko'ramiz. Ularda har doim mana shunaqa ketma-ketlik, misol uchun shunaqa ketma-ketlik bor. Mana buni o'chiryapti. Yana qanaqa? Misol uchun mana buni ham o'chirdi. .net dey misol uchun. Nima deb yozsam bo'ladi? Tak. Verify dey buni ham. Mana linklarda ham ajratib oladi. Yana test rejimida mukammal ajratmaydi, lekin hozircha zo'r ajratyapti. Link zararli link bilan zararsiz linklarni. Menimcha hammasini sinab ko'rdim. Yana qanday? Ma'lumotlar bazasi. Menimcha endi ishlayapti. Dockerimni bir ko'ray. Bu ishlayapti. Parol yozmabman, uzr. Xo'p, connect qilamanda endi database ni bitta ko'ramiz qanaqa tuzilganini. Bu haqida ham to'liq doc formatda yoki boyagida ham ko'rsatib o'tganman. Demak, alohida ikkita baza hozircha users bilan delete items degan usersda saralab olaman darajasini, o'sha hakerlarni darajalab olaman. Shuning uchun kerak bu. Misol uchun men bu botda telefon nomer bo'lmaydi, shuning uchun telefon nomerini yozmagan. Demak, user ID, telefon nomer, ism, familiya, oxirgi tashlagani, birinchi tashlagani, necha marta tashlayapti, hammasi bu yerdan username-gacha saqlab boradi. Endi o'chirilgan ma'lumotlarni esa juda ham keng ko'lamda saqlaydi. Misol uchun vaqti ketdi bu yerda, turigacha saqlaydi, urilma apkmi nima u hammasini turigacha, chat ID'si, boya gruppami, o'sha gruppani linki, bu yerda xabarni ID'si, yuboruvchini ID'si, yuboruvchini telefon nomeri, ism, familiya, username, faylni nomi, agar link bo'lsa o'sha linkni saqlaydi. Mana shularni hammasini avtomatik tahlil qilib, qanaqa linklar ko'proq ishlatilyapti aynan hakkerlar tomonidan, ana o'shani ham keyinchalik oldindan sezadigan bo'lib qoladi. Bu yerda hajmi, formati ketadi bu yog'i. Ekstra anulari. Database mana shunday tuzilgan, zo'r ishlayapti.
Mana oxirgi tashlaganim. Hozirgi tashlaganim. Yana nima qoldi? Menimcha bo'ldi. Agar yana chala joylari qolgan bo'lsa, slayd orqali tushuntiraman.